savollarga javob berishda davom etamiz. Yoshim 30 da, 40 yosh berishadi. Oho, ajinim ko'p, uy sharoitida nima maslahat berasiz? Demak, yaxshilab eshitib olinglar. Kosmetologga kelishni xohlamaydigan yoki kela olmaydigan ayollar juda ham ko'p. Yoki uy sharoitida qimmat kremlar olib ishlata olmaydigan ayollar ham juda ham ko'p. Sizga eng zo'r maslahatim, ishoninglar, haqiqatda zo'r natija beradi. Faqat buni to'g'ri ishlatish kerak. Uy sharoitida retinol ishlatish juda ham zo'r foyda beradi. Faqat retinolni agar noto'g'ri ishlatsak, nojo'ya ta'sir olasiz, to'g'ri ishlatsangiz shikarn rezultat olasizlar. Demak, aptekadan retinoyevoy mayz olasizlar, 0,1%li qizlar. Endi uni qanaqa ishlatish kerak? Yaxshilab eshitib olinglar. Retinoyevoy mayzni haftada 1 martadan boshlaysizlar. Demak, 1 oy davomida haftada 1 marta surasiz, 2-oy haftada 2 marta, 3-oy haftada 3 marta ishlatasiz va 6 oygacha через день, ya'ni kun ora ishlatiladi. Kechasiga suriladi faqatgina. Hech narsa bilan aralashtirmaysizlar, hech qanaqa sivrotkalar, hech qanaqa kremlarsiz, faqat o'zini surib yotasizlar. 6 oyda ishoninglar, yuzingizda juda ham zo'r o'zgarish bo'ladi. Lekin xato qilish kerak emas, aynan ishlatilish tartibida. Eslab qolinglar.